25 ming naqd pul borgan mana shu Volvo Euro 5 Perseplar komplekt holatda variantga sotiladi. Agar naqd pul sanab olaman deydiganlar bo'lsa, narxini ham yaxshi narxda beraveramiz deb aytayapti egalar. O'zi faoliyatimiz davomida eng tez sotilib ketiladigan furalar ham aynan mana shunaqa Volvo Euro 5 li bo'ladi. Ayniqsa avtomat korobkasi bo'ladigan bo'lsa, bu ham xuddi shunaqa avtomat korobkasi. Menimcha bu ham 3-4 kun ichida sotilib ketsa kerak. O'zi Volvo Euro 5 larda yili uncha ahamiyatga ega bo'lmaydi. Bularning sostenasi ahamiyatga ega bo'ladi. Yiliga keladigan bo'lsak, Tegat yili ham, Persep yili ham 2007-yilda ishlab chiqarilgan, holatlari a'lo darajada, hech qanday kamchilik yo'q deb aytayaptilar egalari. Persepka moslari saf mos, lenta egalari bor. Kubasi 100 kubni tashkil qilar ekan. Baklariga keladigan bo'lsak, baklari jami 1350 litrli bak bilan jihozlangan. Ot kuchi 440 ta ot kuchiga ega. Persep mana ichki holatlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Yuklari bilan turibdi. Ishlab turgan mashina. Persep nomini aytmagan ekanman. Persep nomi Schwarz Müller degan Persep. Mana salon ichki holatlarini o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Akkuratni qarab minilgan mashina ekan. Holatlari zo'r holatda turibdi. Shu aytib o'tgandek avtomat korobkada yurgan masofasi 1,915 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Fura narxi naqd pul sanab oluvchilar uchun 39960 dollar deyilyapti. Yana TVSda kelishadigan joylari bor. Bu videoga like bosib, variantga fura qidirib yurgan fura ishlanishlarga jo'natib qo'yishim esdan chiqmasin. Sotuvdagi ko'plab furalarni o'tkazib olmaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying. Sotuvdagi furalar hali oldinda. Hammaga rahmat.